Salom qizlar, Amerikada yana qor yog'di. Havo sovuq bo'lgani uchun Ensi marketga kirib ramen olamiz issiqdan qilib ichishga. Maholla yeydigan yong'oqni qaranglar, koreyslar buni qovurib yeyishadi. Ular вообще dehqonchilik. Atiga $2 ekan, shu trendga chiqib ketgan o'zimgacha bor. Shu meva nomi esimdan chiqdi, lekin eng yaxshi ko'rgan mevalarimdan biri shunaqa kichkinagina qovunchalar, har xil qo'ziqorinlar turi bor. Bu bo'lsa Tailanddan kelgan meva. Rosa ham o'tkir, g'alati ekan. Har xil sabzavotlar, ildizlar, piyozlar, chesnoklar даже tozalangan ekan. Chesnokni marinovat qilib alohida ham sotishar ekan. Kekcha sholg'omni ezilgan varianti. Guruch unidan bo'lgan to'q-po'kkalar sho'rvalarga solib pishirsa kerak. Koreys emasman, aniq nomini bilmayman. Mana o'sha haqiqiy mashhur kimchilar. Shunaqa kichkina baliqchalar quritilgani bor ekan. Mana bu krevetkan bolachalarmi? Krevetki dengiz mahsulotlari quritilganlari bular. Qisqichbaqani qo'li ham bor ekan. Живой varianti. Yonoqlar shuncha turi bor ekan. Mana bu qorasi tanish menga faqat. Keda suvlar yonida ko'p yotadi. O'sha baqan tuxumini topdim. Hatto hazil qildi, bu baqan tuxum emas. Shunaqa tuxumlarni upakovkada tayyor sotishar ekan. Bu g'ozi tuxumi. Bu yerda bedanan tuxumi, tovuqniki, har xil parandalar tuxumigacha bor. Videoga bitta like bosib qo'yinglar, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Qaranglar, shunaqangi baliqli chupa-chups bor ekan, halol sertifikati bor.